Bismillahirrahmanirrahim. Allohga hamd sanolar shukr bo'lsin. Mana Ramazon kunini 10 kunda turibmiz. Rahmat kunlarda hammamizga Alloh rahmatlar bo'lsin. Mana hashar qilib qoldi kelib ishlayapti. Assalomu alaykum akajon. Ya Alloh rozi bo'lsin. Kim edi? Familiyasi kim edi? Hayit Tufan familiya. Hayit Nazir aka mana qaraman. Ha, Mirzakan, ukalar. Mirzakan. Voy Mirzakan, voy nega Alloh rahmat o'tgan. Onangiz ham, dadasi ham bobo kelishardi. Xushchaqchaq, ko'ngli ochiq odamlar. Musulmonda ham ishlagan, ha, bilaman. Otingiz nima sizni? Botirman hozir. Botir akajon. Alloh sizdan rozi bo'lsin. Chin dildan men shu bu navarangizga qoladi, u YouTube'ga chiqqanda. Ha, o'shalar. Adangizni Alloh rahmat qilsin, onaxoningizni. Xalq xizmat ko'p bo'lganini eshitganmiz, o'shanisi ko'p ushlab turganim oldiga sizga shu mehnat davom ettirasiz, bolalaringizga yuqsizmaylar, tanish sog' bo'lsin. Mana bu yoqda keniz, Nazir aka ayollar yaxshimi kenizda? Ha, yaxshi. Shifo tanlar sog' bo'lsin aynan. Ular istab rahmat sizga. Baraka toping, rahmat qop. Mana keyin kelyapmiz, yo'ldan chiroy qilib oqlashyapti. Gazga oqlab qo'ydi, ikkinchi oqlashyapti endi. Birinchi o'tdi, birinchi oqliqdan o'tdi. Endi ikkinchisini boshlashyapti. İkinci anaqani boshlashyapti. Ana unda tekshirib ko'ram, hozir so'raymiz. Savol javob qilamiz. Ha. Baraka toping. Mana shu oldi tomonlari. Mana ko'rinishi. Mirzoqchiga assalomu alaykum. Horma aka. Siz umisiz, baraka toping. Umringiz uzoq bo'lsin. Kam bo'lmay, yana ikkinchisi. Baraka toping. Nima kamchilik aka? Kamchilik yo'qmi? Rozimisiz bizlar? Umringiz uzoq bo'lsin, baraka toping aka. Xo'p, bugun bo'lib qoladimi? Nima gaplaringiz bor bizga? Aytadigan gaplaringiz yo'qmi? Yaxshi, umringiz uzoq bo'lsin, xo'p aka. Kam bo'lmay, xo'p, salomat bo'ling. Xo'p.